Eliga qadam basqan har qanday sayyoh bu yurtda hamma odam boymi qanda deb hayronlar. Chunki oddiy odamlarning uchisidagi pokizlik, chehradagi umidvorlik, oddiy hovlisidagi chiroyli gullar, qozon beshidagi pokiz saramjon ularni ana shunday hislarga soladi. Suv sepilgan yo'llar, zangar oqartilgan tog'lar, axlangan teraklar, süzük aqqan eriq o'stanglar qadamlaringizni ixtiyorsiz holda meyvelar may bo'lgan qorong'u bog'larga agashtirib ketadi. Siz bu yo'llarda ketib o'tib, elining lazzatga boy xush havosidan, sevgiga boy qush navosidan, hisga boy kuy sadosidan o'zingizmi to'qqizi tel boyga aylangandek tuyg'uga kelasiz. Shavqinliq chilg'ilar, qiyamdek yilqilar, gilamdek dolilar, bulutdek padilar, boy kirvaklarimizning o'lmas julosi. Bük to'qaylar, sala etizlar, talqon to'kti bog'lar, boy etaklarimizning jannat simosi. Bu yerda shunday kishilar bor. Qo'shnisining uyiga mehmon kelsa, o'ziga qisilgan eng shirin ne'matlarni tang eg'izda ko'zadigan. Bu yerda shunday kishilar bor. Mahallasida marika bo'lsa, suv to'shib, sabzi to'g'rab, mehmonning qo'liga suv elib, ta tundan tonggacha paytedak bo'ladigan. Sahrodagi Shiram tuqqunimning vafotida mahalla yigitlarining zimiston sovuq qaramay kechalab dong to'psidagi to'ngni tang chepib qo'l-qo'lcha yerlik bo'lganligini ko'rganman. Bu yerda kishilar issiq yuragini beraligan kishilarni haqiqiy boy deb sanaydi. Bu yerda shunday odat bor. Kimning uyidan bir bola o'qishga ketsa, tang yo'lliq tutib, tang seg'inib, yo'liga tang qaraydigan. Ilvadisi, aqidaga boy insonlar yashab, bar yo'qni tang ko'rib kelgan ma'rifat suyarlar yurtidirki, ilm ma'rifatni tutmas tugamas boylik deb tunuydigan. Quyoshning patqini va tongning otqini yerning o'z o'qida aylanganidan bundan 100 yillar muqaddam kichikgina Ma'sum apandi shu bir jumla haqiqatni o'z xalqiga bildirish marmara bo'g'izidan o'z xalqiga bildirish uchun marmara bo'g'izidan oylab yo'l besib ming bir mushaqqatda Ili vodisiga yenib kelgan edi. Siz tağni joyidan yutkiyanlarsiz. Tarixda tağ yutkigan ikki palvon o'tgan. Ular dal Aka Ufka Musa Bayuf muhtaramlardir. Öz yurtining zamonaviy madaniyati va sanoat istiqboli uchun yiroq kirmonlar tuprog'idan g'oyat zo'r zavodni iliga ko'chirib kelgan Musa Baylani, ma'rifat tig'ini iliga yo'tgan gigant insonlar desangiz tamoman haqliq. Millatni onalar tug'di. Bundan 100 yil muqaddam Baytulloh madrasa yanida kelgusining onalari ta'lim oladigan tunji qizlar maktabi o'qish boshladi. Maktabga yig'ilgan sabiy qizlarimiz ana shu minutlarda o'zlarini ma'rifat ona qayta tuqqandek eslog'i cho'mib, Xizr sifat bir mo'ysifning etaklariga yepishdi. Çanaqlardaki yaşta gün şolisi yaltırgan bu muhterem zat
tunji qisloq maktabini qurib chiqqan Suyimlik boy Beshirojim Turdiboy o'g'li edi. Qarasam hech ko'rinmaydi elining tag'i. Hajabmu yomon ekan ayrilish dag'i. Ko'z yetmas Jungar cho'lida at harvisining sungan o'qini yengil o'ngshab, mungluq naqsi bilan uzun yo'llarni qisqartib, sabra va chidam bilan yo'l besib kelayotgan avun malxayliq harbikashni tunimsiz. Aşı atdi harbikashni to'xtamay cho'rgilgan chaq ustida umr musofasini tamomlaydi deb o'ylarsiz balkim. U canını ikeklab, pastda topgan pullarni jamlab, suyimlik qari ko'zlarga maktab salgan G'ani harbikash degan kishi bo'ldi. Çünkü o millatni harbidan tömür ushqig'i o'ltirg'izadigan narsaning tan ma'rif ekanligini Jungar cho'llarida qamchisini quchoqlab mang'ancha bilib yetgan kishi edi. Yetimlar onasi, ma'rifat farishtasi Oyxon onaning uyiga parti o'rindiqlar tizilmoqda. Atadan boshlab bu yerga uy yo'q, maktabi yo'q yetim bolalar ko'chib kelmoqchi. O'zbek shoiri Farhatining bu ta'sirlik daqiqalarda qalbidan mundaq misralar buloqdek urg'ib chiqmoqda edi. Her kişi kim pen bilimdin olsa türlük ma'lumot, bo'lg'usi xalqi jahonga mo'tabar Uyg'ur qizi. Örnek al Oyxon onamdin katta hikmat yo'lida mal mulkini ma'arifga atgan Uyg'ur qizi. Bu dal 1935-yili sentabr haftasi. Qo'ljining Qazonchi mahallasidagi ishlar edi. Yillar shamoli gurkirab so'qib turdi. Davr chaqi hech kimni saqlab turmadi. Oyxon onadan o'rnak olgan suyimlik boylarimiz muhtojlarni yulash, millatni ro'naq topqizish yo'lidan dojib baxmadi. Yetimlar otasi Nurtay Hajim Iskandar, kasbiy maktab parvishkori G'ofur Zohir aka, Sahra bolalarının qayoshi Sodiqjon Sarka hajimlar. Qatmuqat og'riqni bir yoqqa qayrib qo'yib, chaqchaqdan topgan o'rmi bilan yetim bola, yetim mo'maylarga barliqini atib etgan hebi qatorliq o'g'lonlarimiz Oyxon onaning chirqini yondirib kelganligi bugungi elevatsiyasidagi etsi tugamaydigan saxovat dastoni emasmi? İliği qadam bosgan har qanday sayyoh bu yurtda hamma odam boymu qanday deb hayrona. Shundoq. Bu yurtda namorat yo'q. Bu dunyodagi eng boy insonlar dal biz. Biz hech narsamiz bo'lmasa, chiroyimizdagi tabassum bilan, hech narsamiz bo'lmasa, bug'doy so'zimiz bilan, hech narsamiz bo'lmasa, chin yuragimiz bilan, hech narsamiz bo'lmasa, muhabbatli ko'zimiz bilan, hech narsamiz bo'lmasa, ikki qo'limiz bilan g'amxo'rligimizni ehson qilib keldik. Mushu tuproqqa qaytilib ketganlar. Mushu tuproqdan oziq tepib, mushu tuproqda yashayotgan kishilar muhabbat va ma'rifatni oltinga tegishmaydi. Balki oltin tepib, uningga muhabbat va ma'rifat setib oladi. Boylig'ing texmi ulg'aysin, ey saxovat vodisi!